Ramazon oyida juda ham qulay, yengillik bo'lgan taom. Qozon, tarelkalarni yuvib o'tirmasdan taom tayyorlab, tanovul qilib, idishini tashlab yuborsanglar bo'ldi. Folgani 2 qavat qilib, videoda ko'rsatganimdek chuqurroq idish yasab olamiz. Tovuq filesini maydaroq to'rab, muzdekkina sutga solib, aralashtirib 25 minutga olib qo'yamiz. Kartoshka, piyozni to'g'rab, kartoshkaga tuz, paprika, yog' solib aralashtiramiz. Kefir yoki qatiq bilan tuxumni aralashtirib, folgali idishimizga kartoshka, piyoz, tovuq filesini qo'yib, tuz xohlagan ziravorlardan sepib, qatiq va tuxumli aralashmani quyib, sariyog' bo'laklari, pomidor solib, ustiga sir sepib, qizib turgan duxovkada o'rta olovda 40-45 minutda pishirib olamiz. Albatta, saharlik, iftorlikda tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali bo'lib chiqadi. Aniq bilaman, idish yuvish yoqtirmaydiganlar uchun bu retseptim juda ham yoqadi.